Kelayotgan 2026-yilni unumli va foydali o'tkazishni xohlaysizmi? Unda bu videoni ko'rishingiz shart. Men Umar Yahyoyev 8 yillik tajribaga ega traderman va MyFixPro kompaniyasi asoschilaridan biriman. Bu videoda men sizga o'zim har yili foydalanib keladigan va meni muvaffaqiyatga erishishim uchun yordam bergan bitta zo'r instrumentni aytaman. Bu instrumentni ishlatish orqali siz 2026-yilda o'zingizga to'g'ri maqsadlar qo'yishni va mana shu maqsadlarga etapma-etap erishishni o'rganasiz. Agar bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, men sizga o'zim ishlatgan va menga muvaffaqiyatga erishishimga yordam bergan bitta zo'r instrumentni qanaqa qilib olishingizni o'rgataman va uni sizga bonus sifatida taqdim etaman. Bu instrumentni qanaqa qilib olishni bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib bilib olishingiz mumkin. 2025-yilda undan ortiq qo'ygan maqsadlaringizni qanchasi amalga oshdi? Men aniq bilaman, mana shu maqsadlarning ichidan anchasiga hali harakat ham qilib ko'rmagansiz. Sababi siz dangasa emassiz, faqatgina siz o'zingizni miyangiz ham qabul qila olmaydigan shunaqa katta maqsadlar qo'yib olgansizki, hattoki o'zingiz ham bu maqsadlarga erisha olishingizga ishonmayapsiz. Misol uchun, hozir siz $500 dan $700 gacha daromad qilasiz va siz $3000 dan $5000 gacha daromad qilishni maqsad qilib qo'ygansiz, lekin hali ham miyangiz bu narsani real deb qabul qila olmayapti. Sizda bu narsaga bo'lgan xohish bor, lekin miyangiz bu narsaga o'zini oldindan ko'niktira olmayapti. Bu narsalarni ozgina sinab ko'rdingiz, lekin orada bir nechta qiyinchiliklar chiqqandan keyin siz bu narsani tashlab qo'ydingiz. Yo'q, bu narsa men uchun emas ekan. Chunki siz boshda o'ylaganingiz hammasi oson ketadi, lekin orada bir nechta qiyinchiliklarni o'zi sizni to'xtatib qo'yapti. Mana avvallari har yilni oxirida dekabr oyida, yanvar oyi, fevral va butun 12 kelasi oy uchun juda ham katta maqsadlar qo'yardim, lekin yanvar oyining birinchi 2 haftasini o'zida bu maqsadlarga bo'lgan ishtiyoq so'nib qolardi. Keyin tushunib yetdimki, muammo maqsadlarimda emas. Muammo men qo'yayotgan maqsadlarni hajmida ekan. 2026-yilingiz ham xuddi shunaqa katta, lekin amalga oshmaydigan maqsadlar bilan o'tib ketmasligi uchun o'zim ishlatadigan 6 ta juda ham zo'r instrumentni, metodni o'rgatmoqchiman. Xo'p, birinchisi, o'zingizni yengil va baxtli his qilishingiz uchun ijtimoiy tarmoqlarni va keraksiz telefonni scroll qilish, ya'ni tepadan pastga reels o'tkazib ko'rishni cheklashingiz kerak. Chunki o'zingizni noqulay his qilishingizga sabab bo'layotgan, o'zingizni luzerlardek, ya'ni omadsizlardek his qilishingizga sabab bo'layotgan eng katta omillardan biri siz har kuni Instagramni ko'rasiz. Instagramda muvaffaqiyatli odamlar, kimdir mashina olibdi, kimdir 18 yoshida dadasiga uy sovg'a qilibdi. Mana shu kabi kerak emas kontentlar bilan o'zingizni boshqalardan past ko'rishni boshlaysiz. Bu esa sizdan baxt hissini, o'zingizdagi xotirjamlikni va o'zingizni shaxsiy maqsadlaringizni cheklab qo'yadi. U insonlar alohida o'zini hayoti bor, sizni o'zingizni alohida hayot yo'lingiz bor. Sizni o'zingizni maqsadlaringiz bor. O'zingizni shaxsiy hayot maqsadlaringizni topishingiz uchun ham boshqa kerak emas kontentlarni ko'rishni to'xtatishingiz kerak. Va eng muhimi, mana shunday tarzda ijtimoiy tarmoqlardan cheklanish sizga qo'shimcha vaqt, qo'shimcha energiya, qo'shimcha uyqu vaqti va eng muhimi o'zingizni yangi maqsadlaringizni topishingiz va maqsadlaringizga erishishingiz uchun harakat qilishingiz uchun energiya beradi. Ikkinchisi, bo'sh miya effekti. Bo'sh miya effekti shunaqa instrumentki, siz o'zingizni miyangizni bo'sh tutib turishingiz va o'zingizdagi yangi g'oyalarni tezroq shakllantirib, harakatga keltirishingiz uchun kerakli bo'lgan instrumentlardan biri hisoblanadi. Hozirgi paytda 85% insonlar miyasida doimo shovqin bor. Bu qanaqa shovqin? Ertalab uyqudan turasiz, kontentlarni ko'rishni boshlaysiz. Telegramda qandaydir kerak emas xabarlarni ko'rishni boshlaysiz. Sizga kerakmi qaysidir viloyatda nimadir bo'lgani yoki sizga kerakmi qaysidir davlatda nimadir bo'layotgani? Siz o'zingizni hayotingiz haqida qiziqishingiz kerak. Xuddi shunaqa kuni bilan mana shu kerak emas narsalar bilan miyangizni to'ldirib ko'tarib yurasiz. Va bu narsalar kun davomida sizni holsizligingiz, ishingizda unumdorligi pasayishi va kayfiyatingizni tushishi va kechga borib o'zingizni hech narsaga erishmagan insonday uxlashingizga olib keladi. Agar siz o'zingizni hayotingizni xuddi shunaqa davom ettiradigan bo'lsangiz, siz reja tuzasizmi, maqsad qo'yasizmi, hech qanaqa narsa, hech qanaqa instrument sizda ishlamaydi. Uchinchisi, hozirgi jamiyatda eng dolzarb mavzulardan biri arzon dopaminga ko'nikib qolish. Siz butun bir hayotingizni, 50 yil, 70 yillik umringizni arzon dopaminga almashyapsiz. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda kerak emas reelslarni ko'rish orqali miyangizda har kuni siz harakat qilishingiz, maqsadingizga erishishingiz uchun ajalib chiqayotgan gormonlarni keraksiz musor kontentlarga sarflayapsiz. Aynan mana shu gormonlar yuzlab yillar oldin bizni ota-bobolarimizni jangga chiqishi, butun bir hududlarni egallashi, yangi davlatlarni kashf qilishi yoki butun bir yangi davlatlarni noldan qurib, o'z ortidan minglab insonlarni ergashtirishiga sababchi bo'lgan.
Hozir bo'lsa bu dopaminni noto'g'ri ishlatish natijasida hattoki biz o'zimizni divanimizdan turib o'z maqsadlarimiz sari harakat qilishga ham kuch topa olmayapmiz. Xo'p, buni yechimi qanaqa bo'ladi? Yuqorida ham qisman aytib o'tdim. Kun tartibingizni to'g'ri shakllantirishingiz kerak. Ertalab uyqudan uyg'ondingiz, sizga kerak emas qandaydir dunyoda bo'layotgan yangiliklar yoki Trump tog'a sizga nima deganligi umuman muhim emas. Sizda qilishingiz kerak bo'lgan narsa kuningizni to'g'ri boshlash. Ertalab uyg'onasiz, telefoningiz o'sha turgan joyida tursin, kim qo'ng'iroq qildi, kim SMS yozdi yoki dunyoda qanaqa yangiliklar bo'lyapti muhim emas. Sizga eng muhimi uyqudan turasiz, to'g'ri vaqtda ovqatlanasiz, yuvinasiz, qolgan yarim soatni to'g'ri o'tkazishingiz kerak. Agar siz ertalab uyqudan turganingizdan keyingi birinchi yarim soatda o'zingizni miyangizni maksimal darajada bo'sh ushlab tura olsangiz va ertalab yaxshi nonushta qiladigan bo'lsangiz, kun davomida juda ham katta energiyaga ega bo'lasiz. Atrofingizdagi boshqa insonlar hattoki bitta ishni ham oxiriga yeta olmayotgan paytda siz o'zingizni miyangizni to'g'ri ishlatgan holatda kun davomida ularga nisbatan bir necha baravar ko'proq natijaga erishishingiz mumkin. Bu narsani men shunchaki olib gapirmayapman. Bu narsani butun dunyo tadqiqotida ham isbotlangan va o'zimni shaxsiy hayotimda ham doimo qo'llab kelaman. To'rtinchisi rejasiz yashash. Yil boshida hammada motivatsiya bo'ladi, lekin ko'pchilik atiga 1-2 hafta o'tgandan keyin yana o'zini eski hayot tarziga qaytib yashashni boshlaydi. Garvard universiteti olimlarining tadqiqotlariga ko'ra, 83% insonlar o'z maqsadlarini hech qachon yozishmaydi. 14% insonlar o'z maqsadlarini faqatgina miyalarida olib yurishadi. Atiga 3% insonlargina doimo o'z maqsadlarini yozib yurishadi. Mana shu 3% insonlar yil davomida boshqa maqsadlarini yozmagan insonlarga nisbatan 10 barobar ko'proq natijaga erishadi. Siz ham buni yechimini ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda boshlaymiz. Videoni pauzaga qo'yib, men aytayotgan narsalarni hammasini yozib olishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi 2026-yil uchun o'zingizni oldingizga qo'ygan eng katta 3 ta maqsadingizni yozing. Keyingisi shu qo'ygan 3 ta maqsadingizga erishishingiz uchun har oyda nimalarni bajarishingiz kerak, ya'ni oylik rejalaringizni yozib oling. Uchinchi va eng muhim narsalardan biri shunchaki reja tuzish yoki rejalarni qog'ozga yozish bilan ish bitmaydi. Siz o'zingizga taqiqlovlar, ya'ni cheklovlar ham qo'yishingiz kerak. Bu taqiqlovlar nima bo'lishi mumkin? O'zingizni vaqtingizni sarflaydigan behuda narsalarga cheklovlar qo'yish, Instagramda reelslar ko'rish yoki miyangizni to'ldiradigan kerak emas kontentlar iste'moli yoki negativ insonlarga, sizni maqsadlaringizga ishonmaydigan insonlarga vaqt sarflashni to'xtatish bo'lishi mumkin. Mana shunaqa kerak emas sizni miyangizni chalg'itadigan narsalarni olib tashlasangiz, natijada doimo siz o'sha qog'ozga yozgan maqsadlaringiz miyangizda turadi va doim faqat shu narsa haqida o'ylaysiz. Va harakatingiz ham shunga yarasha bo'ladi, chunki sizning miyangizda faqat maqsadlaringiz bor. 5-inchisi maqsadlarni qo'yib, uni amalga oshirish uchun harakat qilmaslik. Siz har kuni qidirayotgan motivatsiyalar bu vaqtinchalik xolos. Siz motivatsiya bilan harakat qiladigan bo'lsangiz, har kuni nimadir sizga turtki berib turish kerak, lekin to'g'ri qo'yilgan maqsad va rejalar esa doimiy ishlaydi. Bunga misol tariqasida mashhur va tajribali neyrobiolog Mel Robbinsning tadqiqotlarini keltirib o'taman. Agar inson ma'lum bir ishni qilaman degandan keyin mana shu ishni harakatini 2 daqiqa ichida boshlamasa yoki daftarga yozib qo'ymasa, miya uni avtomatik tarzda rad etishni boshlaydi. Boshlash qiyin bo'lgan har qanaqa vazifa uchun sizning miyangizga keldimi shu narsa, sirasi yozib qo'yishingiz kerak. O'zingizni ishingizdan tashqari bo'lgan bemalol vaqtda o'tirib, o'sha maqsadlaringizni ko'rib chiqishingiz va birinchi imkonni o'zida maqsad uchun birinchi harakatni boshlashingiz shart. Yana bir muhim narsa borki, miya o'zini boshlagan ishini tugatishga moyil bo'ladi. Ya'ni siz qaysidir o'yinni o'ynashni boshladingizmi, doim uning ichiga kirib ketaverasiz. Maqsadlarda ham xuddi shunaqa. Bitta maqsadni boshladingizmi, xuddi o'yindek, uning ichiga chuqur-chuqur kirib boraverasiz va maqsadingiz ham ko'tarilib, ko'proq natijaga erishib boraverasiz. 6-inchisi bo'lsa, yana bir muhimlardan biri, siz o'zingiz qo'ygan maqsadlaringizga xolismi, xohlamaysizmi, katta pul kerak bo'ladi. Bu pulni topish uchun ham sizga yaxshi daromad keltiradigan kasbga ega bo'lishingiz kerak. Agar siz hali kasb tanlamagan bo'lsangiz yoki yangi kasb qidirib yurgan bo'lsangiz yoki o'zingizning kasbingizda maqsadlaringizga yetishingiz uchun kerakli bo'lgan pulni topa olmasangiz, demak, yangi kasbni sinab ko'radigan vaqt keldi. Buning uchun men sizga bitta maslahat beraman. Yuqori daromad keltiradigan va o'zim ishlaydigan kasbdan biri bu trading sohasi. Buni nafaqat kasb, balki biznes desangiz ham bo'ladi. Bu biznes orqali o'zingizni bilimingiz asosida bir necha ming dollardan bir necha 10 ming dollar, hattoki bir necha 100 ming dollarlar yillik daromad ko'rishingiz mumkin. Lekin bu daromadlar o'z-o'zidan kelib qolmaydi. Siz aynan mana shu trading biznesini kasb sifatida, biznes sifatida o'qib o'rganishingiz kerak bo'ladi va real depozitlarda, real shotlarda ishlab daromad qilishni boshlaysiz.
Buning uchun men sizga MyFix Pro trading boxlarini taklif qilaman. Bu trading boxlarni hozirgi kunga qadar oxirgi 3 yil davomida 4,5 mingdan ortiq insonlar olgan va mana shu insonlar trading sohasini o'rganib stabil daromad qilib kelishmoqda. Siz ham bu insonlardan biri bo'lib, o'zingizning maqsadlaringizga erishishingiz mumkin. Endi bo'lsa videoni boshida aytgandim, video oxirigacha ko'rsangiz, men sizga maxsus bonus beraman. Bu bonus 2026-yil uchun shaxsan o'zim tomonimdan ishlab chiqilgan maqsadli yil planeri hisoblanadi. Planner olish tartibi juda ham oddiy. Videoni tagida shuni qaraysiz, bossangiz Telegram kanal bor. Telegram kanalning linkini ustiga shunda bosasiz, kanalga kirib, plannerni olib, o'zingizning maqsadlaringizni to'g'ri tartibda rejalashtirib, harakatni boshlashingiz mumkin. Video so'ngida xulosa tarzida aytaman, kelayotgan 2026-yil siz o'zingizning maqsadlaringizga erishishingiz, o'zingizning daromadingizni bir necha 10 barobar ko'taradigan yil bo'lishi mumkin yoki o'zingizni o'sha eski hayotingizga ko'nib, yana shunday yashashda davom etishingiz mumkin. Bu hammasi o'zingizga bog'liq. Hozir sizda ikkita yo'l bor. Birinchisi, maqsadlaringiz sari harakat qilishni boshlaysiz yoki oldingi hayotingizda doimgidek yashashni davom ettirasiz.